Man mana hozir ishimni ofisda ishlayotgan bo'lsam, jalqaladi oyligi. Bitta o'yin o'ynaganmiz-da. Kashf Flow degan, Robert Kiyosakini Kashf Flow degan o'yinini o'ynaganmiz. Erta nimani his qilganman, hozir shu hayolimga keldi. Erta biza именно Red Race'dan qanaqa chiqib ketish haqida o'ylaganmiz. Red Race'dan chiqib ketish oson emas. Sistema shu darajada zo'r tuzilgan, shu darajada mukammal qilingan, odamlarga moslashgan. Ya'ni sistemani vazifasi ertadan odamlarni chiqarib yubormaslik. Cash flow o'ynayotgan paytingizda biza 4 soatlab davom etgan. 6 tacha o'yin, 6 tacha ishtirokchi deganim. Unda nima bo'lgan? Xo'p, nima qilasiz ertaga vazifangiz? Passivkingizni oshirib borasiz. Qachonki passivka sizni daromadingizdan, ya'ni dohodingizdan oshsa, men misol uchun deylik $3,000 oylik olaman misol uchun. Mani passivkam уже $4,000-5,000 olib keladigan bo'lsa, unda уже sekin next, ya'ni keyingi urovengga chiqishingiz mumkin. Unda уже sizni daromadingiz 50-100 baravar o'sadi. Tasavvur qilasizmi? 50-100 baravar o'sadi. Siz уже biznesmenlar, уже millionerlar safida bo'lasiz. Ertaga nima desa bo'ladi? Ertaga roskosh deydimi, luxury life bor-ku, undan boshqa uroveng bo'ladi. Siz oylab, yillab deylik o'sha $10,000 yig'ayotgan, men o'shani his qilganman, aynan $10,000 qanaqa misqollab yig'ish qiyinligini Red Race o'ynayotgan paytingizda his qilsangiz, millionerlarni обществosiga tushganingizda даже uni biz tema qilganmiz ozgina. Haydli qilib berib yuborsam bo'ladimi pastiga bolalarga degan ma'noda. Boshqacha yo'q degan. Shunaqa. Erta sizda millionerlarni, ya'ni tepa turibdi, sizda asosiy bitta orzungiz bo'lishi kerak. U og'riq bo'lishi kerak. U o'sha og'riqqa siz qarab borasiz. Kimdirlar bitta zaxodda, ya'ni bitta kurda amalga oshiradi, kimdirlar ikkita, kimdirlar uchta amalga oshiradi. U просто так oylik anaqa orzu bo'lishi kerak emas. U aynan детский travmaga o'xshagan 5 yoshli bolani orzusi bo'lishi kerak. O'shanda qaysidir ma'noda bu yerda psixologический o'yin ham ketadi o'zi aslida. Biz o'shani his qilganmiz, 4 soat o'tirganmiz. Absolyutno eng katta fishkalardan biri qanaqa qilib 1 soatda boshqa odamni ko'ndira olishingiz kerak, ko'ndira olishingiz muhim. Ya'ni искусство убеждать degan narsalar bor. O'sha narsada o'sha yerda juda yaxshi ochib berilgan. 1 soatda, 1 minutda переговор qilib olishingiz kerak. Juda qiyin, juda qiyin. No, ertasi bo'ladi. Biz ham boshlab hech narsa tushunmaganmiz, ya'ni boshda o'ynaganmiz. Neto'dan hech narsa yutmaganmiz, hech narsa. O'sha 2-3 4-sidan o'sha ancha yaxshilangan. Uni onlayn versiyasi ham bor. Onlayn versiyasida bitta kamchilik bor. Qolganlar bilan adashmasam 6 soatda qila olmaymiz aksiyalar masalasi bo'yicha. Bu yerda offlaynda biz aksiyalarni 6 soatda qilib, o'sha yerda o'zida ham normalniy summa ishlab qo'ysa, normalniy cash ishlab qo'ysa bo'ladi. Domlarga keladigan bo'lsak, ya'ni недвижимостьga keladigan bo'lsak, недвижимостьda ham bu yerda ham o'sha как реальный hayotdagidek duplex, triplex, shunday 2 xonali, 3 xonali, xullas shunaqa uylar, uchastkalar, arendatori qochib ketgan, shunaqa temalar ham bor. Kim agar temada bo'lsa, tushunadi men o'ylayotganimni. Tak yaxshi o'yin. O'ynab ko'rish kerak. Men menimcha 1 yil bo'ldi o'ynamayotganimga.